Muhiddin Mamajonov 3-jangda bu mavzuga nuqta qo'yadimi? Bu muxlislardan kelgan savol. Xudo xolasa nuqta qo'yamiz. Endi to'g'risi katta gapirmayman. Bu ham yaxshi bola, yaxshi bayt. To'g'risi kattayız hurmat qilaman. Prosta buni ko'p gapirgani menga yoqmaydi. Bidir qiladi. Lekin bu ham mana Xudo xolasa 5 raund qilgan, Xudo xolasa to'shga qo'yamiz. Kim kuchli bo'lsa, Allohning g'alabani yozgan bo'lsa, shu yutsin. Bo'ldi. Keyin bu bilan biza unaqa yana odamlar hozir aytib o'tdi, Tojikistonlik muxlislar, masalan, O'zbekistonlik bir-birlar bilan unaqa urushib yomon bo'lmaydi. Biz u bilan dushman emasmiz. Prosta jangda bir-birimizga raqibimiz bo'ldi. Jangdan keyin aka-ukamiz biz. Bunaqa bir-birimizga yomonligimiz, dushmanligimiz yo'q. Endi bu ham hozir jangni qizdirish kerak-ku, odamlarni qiziqtirish kerak, shu narsa kerak deb baribir.